Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 3-cü ayının 25-cü günü payshanba. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Mustabid Xitoy hokimiyatining 22 mart kuni Yevropa İttifaqı, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida olgan o'rtaq qarordan o'chilish maqsadida Yevropa parlamentining a'zolari va germaniyalik tadqiqotchi Adrian Sinis qatorliqlardan tarkib topgan 10 kishiga va shundaqla Yevropa kengashi siyosiy va xavfsizlik komiteti, Yevropa parlamenti kishilik huquq tarmoq komiteti, Germaniya Amerika tadqiqot markazi, Dunya demokratik ittifoq fondi jamiyati qatorliq 4 o'ringa jazo tadbiri qo'yganligini jakarlashi Yevropa birligiga a'zo davlatlarning va Yevropa parlamenti a'zolarining qattiq g'azabini qo'zg'adi. Yevropa parlamenti 23 mart kuni Yevropa parlamentida o'tkazilmoqchi bo'lgan Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida o'tgan yil 30 dekabr kuni imzolangan mablag' selish kelishimi haqidagi muzokara yig'inining bekor qilinganligini jakarladi. Bu kelishim Xitoy uchun hayotiy qimmatga ega bo'lib, analizchilar Xitoyning Yevropa ittifoqiga qarshi tantaklachi jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yish orqali o'zining putiga o'zi palto chapqanligini ifoda qilishmoqda. Nurg'ulg'a Yevropa parlament a'zolari Twitter'dagi uchurda Xitoy bilan savdo kelishimi imzolashni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Xitoy o'z qo'li bilan bu kelishimga eng cho'ng ziyon berdi deyishdi. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy 7 yildan beri suhbat elib berayotgan mablag' selish kelishimida o'tgan yil 30 dekabr kuni o'rtaq fikr hosil qilinganligi e'lon qilingandan keyin Dunya Uyg'ur Qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari mazkur kelishimdan qattiq afsuslanganligini ifoda qilish bilan birga Yevropa parlamentida bu kelishimni ma'qullamaslikka va Yevropa parlamentining a'zolarini bu kelishimga imzo qo'ymaslikka chaqirgan. Shundaqla bu kelishimda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini darhol amaldan qoldirishi lozimligi oldingi shart qilinishi kerak deb ko'rsatgan edi. Ondan boshqa yana Fransiya, Germaniya va Shvetsiya qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrliklari o'z davlatida turishli Xitoy elchilarini rasmiy yo'sinda chaqirtib, Xitoy hukumatining o'z parlament a'zolari va organlariga sababsiz yaga qo'ygan bu jazosining qabul qilg'usiz ekanligini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha Yevropa parlamentidagi ikkinchi cho'ng siyosiy guruh bo'lgan Markaziy Sol Sotsialistlar va Demokratlar Xitoyning embargosini bekor qilishning mablag' selish kelishimi to'g'risida so'zlashning oldingi sharti ekanligini bildirgan. Yevropa parlamenti savdo komitetining raisi Berlitlan bu masalada normal suhbatga qaytishdan burun embargo hal qilinishi kerak degan. Bu qitim Xitoy tarafidan jazo e'lon qilingan 10 shaxsning biri bo'lgan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Sinis bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida mazkur voqeaning Yevropa ittifoqining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashida zo'r o'zgarish yasaydiganligini bildirib mundaq dedi. Xitoyning hujumi Yevropa ittifoqi va Yevropa jamoatining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashiga sal qarag'ili bo'lmaydigan darajada salbiy ta'sir yetkazdi deb qarayman. Uning ustiga Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi texi tasdiqlanmagan. U dal 5 nafar a'zosi Xitoy tarafidan jazo e'lon qilingan Yevropa parlamenti tarafidan tasdiqlanishi kerak. Xitoy bu harakati bilan o'ziga intayin cho'ng ziyon berdi. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya hukumatlari 23 mart birlashma bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatidan qattiq andisha qilayotganligini, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada va Amerikaning Xitoy kompartiyasining Sharq Turkistondagi amaldorlarga yurgizgan jazolash tadbirlarini qo'llaydiganligini bildirishgan edi. Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim maxsus bayonot e'lon qilib, Yevropa ittifoqi, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida olgan o'rtaq qarordan mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, bu Xitoyning Uyg'ur xalqiga qaratgan yovvoyilarcha vahshiyligini javobgarlikka tortishdagi kuchli ham unumli bir qadam deb ko'rsatdi. Nancy Pelosi xonimning 23 mart e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida ta'kidlashicha, bu jazo Amerika va xalqaro jamiyatning birlashib Xitoyning xo'rlishiga qarshi Uyg'ur xalqining huquqiy va izzat hurmatini qo'g'daydiganligining mutlaq aniq ifodasi ekan. Nancy Pelosi xonim bayonotida yana Xitoyning Uyg'ur xalqiga qilgan ziyonkashligining dunyoning vijdoniga qilingan xiris ekanligini va bu xirisning dunyoning tadbir elishini talab qiladiganligini bildirgan. Uning aytishicha, Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasi, Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasi, Uyg'ur majburiy emgakini oshkorlash qonun loyihasini kun tartibga qo'yish orqali qonun chiqarish jihatida texmo ilgirlab harakatga o'tadi ekan. U bayonotining oxirida Amerika ittifoqdoshlari bilan birga Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini, jumladan uning Tibet xalqiga, Hong Kong xalqiga, cho'ng quruqlikdagi axborotchilarga, kishilik huquq advokatlarga va faoliyatchilarga qilgan ziyonkashlikni javobgarlikka tortishni davomlashtiradi degan. Bugun, ya'ni 25 mart kuni Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari va Uyg'ur jamoati Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyoratiga qarshi Anqara va Istanbulda keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan rahimsizlikcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qattiq la'nat o'qish bilan birga, Turkiya hukumatidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida Xitoyga jiddiy inkos qaytarishni kuchli talab qilishdi.
Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining bugun boshlangan Turkiya ziyorati 27 mart kunigacha davom qiladi. Wang Yi Turkiyadagi tunji uchrashishini bugun Turkiya Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu bilan ilib bordi. Orqadan u yana Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ayrim ko'rish ilib bordi. Turkiyadagi axborot vositalarining xabar qilishicha bu ziyoratda nuqtali qoldi ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar muzokara qilingandan sirt yana Uyg'ur masalasi, yangi Ipak yo'li qurilishi, koronavirus vaksinasi va eng muhimi Xitoy raisi Xi Jinpingning Turkiyaga ilib boradigan ziyorati to'g'risida muzokara ilib beriladi ekan. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyorati munosabati bilan oldingi kuni Turkiyaning DUQ televiziyasining suhbat programmasiga qatnashib qolgan so'zida Yevropa ittifoqi va Amerika boshchiligidagi ko'plagan g'arb ellarining Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi orqa-orqadan jazolash va embargo qarorlari ilayotgan bugungi xalqiliq bir paytda Turkiya hukumatining bu jihatdagi sukutini buzib, o'zlarining qon va din qarindoshlari hisoblangan Sharq Turkiston xalqining haq-huquqlarini qo'llab qilish uchun dodillik bilan maydonga tushishi lozimligini. Hech bo'lmaganda Turkiya garajdorlarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarda begunoh tutib turilayotgan urug' tuqqanlarni qutqizib qilish uchun bo'lsa-mu, Xitoy hukumatiga kuchlik bisim ishlatishi lozimligini ta'kidlagan edi. O'zlarining vatanda g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarning izdirikini qilish maqsadida o'tgan yilning oxiridan buyon Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi yanada millatni o'ti degan shior ostida namoyish elib berayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizmi bugungi namoyishini maxsusli Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyoratiga qarshi namoyishga aylantirdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi tarafidan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyoratiga qarshi bugun tushdan burun Istanbuldagi Bayazit maydonida o'tkazilgan norozilik namoyishiga va axborot e'lon qilish yig'iniga koronavirus xavfiga qaramasdan minglarcha Uyg'ur kelib qatnashdi. Butun Bayazit maydoni Sharq Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'iga purkandi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining mas'ullari va boshqa tashkilot rahbarlari namoyish jarayonida qilgan so'zlarida mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini qattiq ayiblash bilan birga Xitoy hukumatining turmalarda, jazo lagerlarida haqsiz holda tutib turilayotgan millionlagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni shartsiz holda darhol qo'yib berishni, Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni va boshqa jinoiy qilmishlarini to'xtatishni talab qilishdi. Ondan boshqa bugun yana Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi, İsa Yusuf Olibtekin vaqfi, Uyg'ur akademiyasi, Turkiyada yangi qurilib faoliyat boshlagan Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfi qatorliq tashkilotlar Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyorati munosabati bilan Anqaradagi Grand Park mehmonxonasida muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirdi. Yig'inda Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, İsa Yusuf Olibtekin vaqfining raisi doktor Umar Qul, Uyg'ur akademiyasidan doktor Shavkat Nasir qatorliqlar so'z qilib, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni va boshqa jinoiy qilmishlarini eslatib o'tish bilan birga Turkiya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida Xitoyga qarshi xalqaroda shakllangan birlik sabki aktivlik bilan qatnashishga chaqirdi. Amerika Kengash palatasining demokratlar va jumhuriyatchilardan bo'lgan 6 nafar a'zosi davlat majlisiga Uyg'urlar haqida qaror loyihasi sunib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandachiligi va jinoyatlar ustidan xalqaroliq tekshirish ilib berishni talab qilgan. Qaror loyihasida Amerika prezidenti, Tashqi ishlar ministri, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisining, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining Sharq Turkistonning vaziyatiga texmo aktiv, texmo oshkora pozitsiya bildirishga, jumladan Sharq Turkistondagi xalqlarni dafsanda qilishga qatnashgan shaxs va apparatlarni tekshirish va javobgarlikka tortishga chaqirishni talab qilgan. Mazkur qaror loyihasini tayyorlagan Kengash palata a'zolaridan Chris Konis 23 mart e'lon qilgan bayonotida biz Amerika va bizning ittifoqdoshlarimiz, sheriklarimizni Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining Xinjiangda sodir qilgan jinoyatlari ustidan ishonchli tekshirish elib berishga chaqiramiz degan. Mazkur qaror loyihasini sungan yana bir Kengash palata a'zosi Marco Rubio Trump hukumatining buni irqiy qirg'inchilik deb bekitib to'g'ri qilganligini bildirib, hamda Biden hukumatining haqiqiy harakat qo'llanish, bizning ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimizga yetakchilik qilib, xo'rlig'uvchilarni to'xtatish, javobgarlikka tortish va sotlishining vaqti keldi deb ko'rsatdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organi bugun topshirib olgan jiddiy uchurga asoslanganda Tayland soqchi doiralarining yaqinda chegirdan qonunsiz kirgan bir turkum Birma va Nepallik qochoqlarni hech qanday salomatlik tekshirishidan o'tkazmayli Bangkokdagi Uyg'ur qochqinlar tutib turilayotgan turma va lagerlarga qora qo'yiq solishi natijasida bu yerdagi taxminan 20 nafar tutqun va ba'zi turma soqchilari Xitoy virusi bilan yuqumlangan.
Xəbərdən məlum bolishicha Xitoy virusi Nepallik bir qochoqdan turmidagi boshqalarga yeyilgan. Ammo Xitoy virusining Uyg'ur tutqunlarga yuqqan yoki yuqmaganligi texicha noma'lum bo'lib, Tayland soqchilari doiralari hozir bu turma va lagerlarni butunlay qamal ostiga olgan. Bu uchurdan qattiq andishiga tushgan Dunya Uyg'ur qurultiyi bu vaqtda yanada tafsiliy ma'lumot olish uchun jiddiy harakat ilib bormoqda. Xitoyning ziyonkashligidan qutulish uchun jinini ilib qochishga majbur bo'lgan 300 dan ortiq Uyg'ur 2014-yil martda Tayland orqali Malayziyaga o'tib ketmoqchi bo'lganda, Tayland soqchilarining qo'liga tushib qolgan edi. Ayni chaqda bu musofirlar ichidagi 170 dan ortiq bola va ayol Turkiya hukumatining himoyasiga erishib, Tayland ularni Turkiyaga o'tkazib bergan edi. Lekin 2015-yili 8-iyul kuni Tayland doiralari Xitoyning besimiga bosh egib, 109 nafar Uyg'urning boshlariga qora xalta kiydirilgan. Qo'llari kishanlangan holda Bangkok harbiy aydirimi orqali Xitoyga qaytarib o'tgan edi. Navbatda yana 50 nafardan ortiq Uyg'ur musofir Taylandning o'xshamagan joylardagi turma va musofirlar lagerlarda erkinlikdan mahrum va taqdirining qandoq bo'ladiganligi texnik aniq bo'lmagan holda turmoqda. Ular turmadan chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlariga yo'llagan maktubida o'zlarining turmada yetish jarayonida turli jismoniy jazo, osh qo'yilish, kasallarni davolatolmaslikdek haddidan oshgan nachar muomalalarga uchrab tini ojizlab ketganligi, normal odamdek yashash imkoniyati yo'q vaziyatning uzun davomlashishi ba'zi Uyg'urlarda jimg'orlik, tushkunlashish qatorliq ruhiy va psixikalik masalalarni keltirib chiqarayotganligi, hatto ba'zilarning o'lib olishga uringanligidek ichinishlik ahvollardan ma'lumot bergan. Shundaqli o'zlarining nijotligi bo'lgan talpinishi iymonining kuchi bilan tirik turayotganligini ta'kidlagan edi. Dunya Uyg'ur qurultiyi Taylanddagi 50 necha Uyg'ur musofirni qutqizib qilishni o'zlarining eng asosli kun tartiblarining biri qilib kelgan bo'lsa-mu, afsuski hozirgacha ijobiy natijaga erishamaganligini, ularni Taylanddan 3-bir bexatar davlatga yetkazish uchun xalqaro organlar va munosabatli davlatlar bilan izchil holda ko'rishish ilib berayotganligini bildirdi. Amerika Kengash palatasining ishki a'zosi Amerikadagi eng chong quyosh energiya tashkilotiga xat yozib, Amerika quyosh energiyasi shirkatlarining Uyg'ur majburiy amgaki bilan qanchalik bog'lanishi borligiga tushuncha berishini talab qilgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu xatni Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi Marco Rubio bilan Demokratik Kengash palata a'zosi Jeff Merkley 23-mart Amerika quyosh energiya sanoati jamiyatiga yozgan. Ular xatida bu jamiyatdan hozir Amerika quyosh energiya ta'minot zanjirining Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan kerimli kristali va quyosh energiya taxtasiga qanchalik tayinlanadiganligiga oid uchurlar bilan ta'minlashini, bu mahsulotlarning majburiy amgak bilan ishlab chiqarilmasligiga kafolatlik qilish uchun qanday tadbirlarni olganligiga tushuncha berishini talab qilgan. Kerimli kristali quyosh energiyasi taxtasining xalqaro xam ashyosi bo'lib, Dunya kerimli kristalining 40% Sharq Turkistonda ishlab chiqariladi ekan. Marco Rubio bilan Jeff Merkley xatida Amerika shirkatlarini ogohlantirib, biz Amerika quyosh energiyasi shirkatlarini 6-oygacha Xinjiang rayonidan butunlay ayrilishga chaqirdik hamda ularning majburiy amgakdan xoli mahsulotlarni ishlatishiga kafolatlik qilishi uchun ta'minlash zanjirini ta'qib qilishga oid bir kelishim ustida jiddiy ishlayotimiz degan. Marco Rubio va Jeff Merkley bu yilning boshlarida davlat majlisiga Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni birdek cheklash to'g'risida bir qonun loyihasi sungan edi. Dunya Uyg'ur qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasiga xizmatchi qabul qilish e'loni. Dunya Uyg'ur qurultiyi tarafidan oldimizda Fransiyaning poytaxti Parijda quriladigan ishxonasi uchun to'liq kun xizmat qiladigan muoshliq program yetakchisi qabul qilinadi va Fransiyaning o'lchami bo'yicha sug'urtaliq maosh beriladi. Qabul qilinadigan xizmatchi xodim jazman oliy maktab diplomiga ega bo'lgan bo'lishi, fransuzchani yuksak saviyada bilgan bo'lishi, inglizchani belgilik saviyada bilgan bo'lishi shart. Undan boshqa yana Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasida cho'nqur ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, xalqaro munosabat, diplomatiya va siyosiy bilimlarda ma'lum asosga ega bo'lgan bo'lishi, normal 8 soatlik xizmat vaqtiga kafolatlik qilish bilan birga jiddiy ahvollar ostida, bayram va ta'til kunlarida fidokorlik ko'rsatib xizmat qilishga tayyor turadigan ruhga ega bo'lishi lozim. Dunya Uyg'ur qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasi qurultiyining Fransiyadagi to'liq huquqli vakolatchilik organi bo'lib, bu ishxonaga qabul qilinadigan programma yetakchisi qurultiyiga vakolatan Fransiya hukumati, parlamenti, Fransiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq va ommaviy tashkilotlari bilan keng doirada munosabat o'rnatib, Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati bilan yaqindan moslashgan holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasining Fransiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga g'ayrat qiladi. Agar o'zingizda bu sharafli xizmatga loyiq ko'rsangiz, 2021-yili 4-oyning 15-kunidan burun tövandagi aloqalashish adresi orqali o'zingizda Dunya Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasiga tizimlating. Qurultiyining rasmiy tor betidan bu vaqtdagi e'lonning yanada tafsiliy mazmunini ko'ra olasiz. Hörmətli televizor ko'yinchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisini diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamlıq proqramımızda görüşəylik. Görüşkice aman boğaysızlar. Xeyri xoş.